havas qildim. Obunachilar ko'rganlar, havas qilganlar mashalloh deb yozib qo'yinglar. Do'stim, endi bularni ko'paytirish maqsadim bormi? Albatta sekin. Olmasa. Yana Xudo qo'shasiz. xolasa. Qancha baqasiz endi bular? Endi bular yapti. Qalay foydalari? Shu tog'orada mana Bunga nimalar qo'shyapsiz, do'stim? buning ichida shu katta tog'oraga sotilgan atina bir qop un, bir qop kepak. Bu degani bir oyda 2.200.000 mingdan tashlayapti endi, to'g'rimi? Yaxshi. Ko'rsatib keting. Endi boqishingiz anchadan beri. Birinchi marta boq. Assalomu 40-region obunachilari, Chorva ishqibozlar, YouTube ishqibozlari. Mana bugun sizlar bilan yana men Avazbek Xudoberganov. Do'stimni xonadonida 2 donani ovoz baxti, o'ta go'zal baxti. O'shani ko'rib o'tamiz. Qanday baxyapti, qancha foyda olyapti, shularni ko'rib o'tamiz. Ketdik yana. Do'stim, mollarni ko'rishlari mumkin. O'ta chiroyli bo'libdi. Ko'ringlar. Havas qiladigan mollar bor qo'yibdi. Do'stim, buni qachon olgansiz? Xudo xolasa o'tgan yili may oyida olingan. May oyida bo'ladigan bo'lsa 8 oy bo'libdi-da. Xuddi shunday. 8 oy bo'libdi. Mana desiz, necha puldan olgansiz bular? Bularni bu qorani bir 17 millionga olgandik. Aha. Bu qizil 18 millionga to'g'ri kelgan. Bu 18 million, bu 17 million. Bularni totib ham ko'rdingiz menimcha? Ular tortildi, yaqin tortdik. Qizilimiz 530 kilo chiqdi. Aha. Bu qoramiz 580 kilo chiqdi. Gidayda bu 32 million, bu 35 millionga to'g'ri kelyapti ekanda. Ha, hozir shunaqa, hozirlikka. Yaxshi. Bu degani bir oyda 2.200.000 mingdan tashlayapti endi, to'g'rimi? Yaxshi. Zo'r. Bularni yem-ish ratsionlari qanaqa endi, do'stim? Bular ertalab silyos beramiz. O tayyorlab qo'ygan o'zining yemlari bor. Aha. Shular silyosga aralashtirib beriladi, abitga teri tiqib beriladi. Turishini qaranglar, mollarni. O'ta go'zal. Kechga yana silyos, bir qop silyos ikkalasiga bo'lib mana yemlarni ko'rsatib keting. Endi boqishingiz anchadan beri. Birinchi marta boqilyapti. Qalay foydalari? Shu tog'orada mana Bunga nimalar qo'shyapsiz, do'stim? buning ichida shu katta tog'oraga sotilgan atina bir qop un, bir qop kepak, bir qop kunjara, uchalasini aralashtirib Shu ichiga kirib ketyapti. ichiga solib qo'yamiz. Ha. Necha kunga yetyapti kelasiga? Shu bir qopdan olaman 10 kunga yetadi, 10 kun 11 kunga ikkalasi yetadi. Kunjara 250 ming. Kunjara 250 ming. Nimachi? Serunchi? 105 mingga olinyapti. 5 ming. Kepak 85 mingga olinyapti. Kepak 85 ming. Jami 450 ming, 440 mingga boryapti endi. 440 ming bo'lyapti. 10 kunga bo'lsak 45 44,5 ming, 45 mingdan to'g'ri kelyapti. Bitta molga bo'lsak 22 mingga yemyapti. Kuniga 22 minglik. Silosini necha pul olyapsiz, do'stim? Silyos mana 20 kilo olar ekan, 20 mingdan qopini beryapti mana. 20 mingdan. Donlar. Donli, o'ta chiroyli. Chiroyli turibdi mana. Necha kunda olib chiqyapsiz bu silos? Bu silyos 10 kunda 10 olib chiqiladi. Har 10 kunda yangi olib chiqib beriladi. Bu ertalab kech pet bir qopdan berasiz. Ha, ertalab bir qopni ikkalasiga bo'lib beraman, kech pet yana bir qopni ikkalasiga bo'lib beraman. O'zini beryapsizmi? Yo'q, bu bo'lib solganda har bittasi laganchasi bittadan lagancha sepib beriladi yemidan. Abitga somon uyutamiz, abitga somon bilan. Terib beryapsiz. Yo, somonni o'zini tashab qo'yasiz. Yo'q, mana uyutib qo'yganmiz. Uyutilib, terlanib, yana abitga ham bundan bitta lagancha sepib chiroyli qilib berilyapti. Mashalloh, o'ta go'zal do'stim. Bu somonni paytida olganmisiz yo endi oldingiz? Yo'q, paytida olingan, sezonda 6 mingdan to'kib ketgan menga. Bitta somon 3-4 kunga yetib turgandir bular. Bitta somon 3 kunga bo'lib beryapman-da. 3 kunga. 2 mingdan tushyapti ekanda kuniga. Xuddi shunday bo'lyapti. O'ta go'zal. Zo'r vaqt qo'yibsiz do'stim. Havas qildim sizga. Obunachilar ko'rganlar, havas qilganlar mashalloh deb yozib qo'yinglar. Do'stim, endi bularni ko'paytirish maqsadim bormi? Albatta sekin. Olmasa. Yana qo'shasiz. Qancha baqasiz endi bular? Endi bular Yo to'ndalikka olib borasizmi? Yo, bular yetilib qoldi deb o'ylayapman. Xudo xolasa keyingilari sizga o'zingizga yetadi. Menga yetadi shunisi. Xudo xolasa keyingi zotlarlardan olmoqchiman. Zotlilardan. Zotlilardan.
Shularni tonnaga bormoqchiman. Ne Yaxshi niyat. kadardan olmoqchisiz endi? Endi bilmadik. Mickey Mouse, qirg'iz deganlari bor ekan, angus deganlari bor ekan. Qirg'izistonning Shves buqalari. Xuddi shunday. Men ham shundan boqaman do'stim, bilasizmi? Aa. O'ta go'zal videolarimni ham ko'rgandirsiz. Videoyingizni ko'rib havas qildim. Endi shularni olmoqchiman. 550 ta atrofida mehmonlarim bor. Endi misol uchun ko'paytiraman deyapsiz do'stim. Silosda endi qopdan olmaysiz, to'g'rimi? Dehqonchilik qilasiz endi. Endi dehqonchilik bo'ladi. Ikkovimiz bitta joyda 20 sotikdan yerimiz bor. Xudo xolasa, xudo Ikki xolasa. makkan ekib, Chiroyli qilib tayyorlaymiz. ikki pirsib bosolsangiz yetar. Ha? Qarang, bularni semirgan. Esa go'sht olib ketdi dedim. Ko'p ekanmi? Mashallah. Bo'yindan qaranglar, oldidan qaranglar. Qaranglar obunachilar. Kanalimizga yangilar podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. 40-region. Xo'p, xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Bundan zo'rlarni chiqaramiz, katta filmlar chiqaramiz. Bu ikkitani chiqarishdan maqsad kelib ko'rdim do'stim, ko'ring deganiga. Yaxshi semiryapti ekan. Ratsioni yaxshi. Shuning uchun olib kelib ko'rsatyapman sizlarga ham ulashdim. Uydaligi bitta, ikkita boqadiganlar bor, davlat ishida ishlaydiganlar shunaqa qilib boqinglar. Havasga bo'pti. Bular to'lmaydi qilsa bular bu ratsionda. Agar yana maygacha olib boradigan bo'lsa, bular tonnalik bo'lib ketadi bu mollar hali. Qaranglar bu molni. Uyda o'tirib mana 60 million, 70 million. Qaranglar, salkam 70 million. Uyda o'tirib 8 millionda xotin bola chaqangiz ham qarab qo'yadi buni. Shu qarab turib 30 milliondan foyda kelib tursa yomonmi kelar? 2 million 200 ming so'mdan tashlayapti yani oyiga. Молодец. Qaranglar, tuz turadi обязательно. Kuniga bir mahal suv beriladi. Tuz mana terita, abitda terib bergan ekan abitda. Joylarda ham mana 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6 ta molga moslab qo'ygan ekan. 6 ta emas, o'sha yerda 4 ta, 5 ta boqsa ham juda go'zalda. Aralashma nimasini ham ko'ringlar akalar. Kunjarani alohida berakan kesida. Ko'ringlar kunjarani. Terita mana. Ertalab yutib qo'yasanmi buni? Teritini? Abitda yutiladi. Har kuni abitda qilib berib, keyingisi yutiladi. Bir kun uyib turadi, bir sutka. Bir sutka uyib turadi. Mashallah. Shu bilan videomizni tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oilangizga totuvlik, tinchlik, xayr, baraka tilaymiz. Videomizda yangilar podpiska bo'lib qo'yishni unutmanglar. Like, kommentda banglatib tashlaymiz akalar. Videolar xudo xolasa bombalar chiqaramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.